Pleiotropiya. Ya'ni pleiotrop irsilanish. Bu irsilanishni boshqa irsilanishdan farqi mavjud albatta. Bundan oldin ko'rganimiz noallel genlarning o'zaro ta'siri edi. Noallel genlar o'zaro ta'siri. Biz epistaltni ko'rdik, komplementarni ko'rdik, polimeriyani ko'rdik. Bunda bir nechta noallel gen bir belgini namoyon bo'lishi uchun, bir belgining yuzaga chiqishi uchun demak ishtirok etayotgandi. Endi bu joyda, ya'ni pleiotropiyada esa bir dona genning o'zi bir nechta belgiga ta'sir qilishi kerak. Buni hammangiz ko'rgansiz. To'q qizil gultoji bargli atirgulni eslang. To'q qizil. Uning gultoji bargidan tashqari poyasi va barglari ham to'q yashil rangda. Ya'ni gul kosachaga to'q rang berayotgan gen qolgan qismlarni ham to'q rangga o'tkazib yuboryapti. Bir dona gen demak bir nechta belgini bevosita hosil qilyapti. Bu birinchi holat. Mana bevosita hosil qildi. Ikkinchi versiyasi bor. O'sha gen bir dona belgini hosil qiladi. Gen bir dona kasallik hosil qiladi. Bu kasallik esa ketma-ket nari keyingi kasalliklarni ochib chiqib ketaveradi. Misol uchun o'roqsimon anemiya. Bu bilvosita turiga kiradi. Bilvositaga. Chunki o'roqsimon anemiya tufayli eritrosit shakli o'zgaradi. Eritrosit shakli o'zgarganligi hisobiga ular tromb hosil qiladi. Bu tromblar esa yana keyingi kasallik, masalan, ishemik kasalliklarni hosil qiladi. Ishemik kasalliklarni yuzaga chiqaradi ekan. Mana bu bilvosita pleiotropiya bo'ldi. Bevosita pleiotropiya desa bir dona genning o'zi to'g'ridan-to'g'ri bir nechta belgi. Boya aytganimiz atirgul yaqqol misol bo'la oladi bunga. Ko'proq endi bu tipdagi irsilanishga oid letal genlarni ishlaymiz. Ya'ni aytadi, dominant A gen masalan sariq rangni belgilaydi, resessiv A gen esa qora. A gen gamozigota holatda kelsa letal. Bu sichqonda sezganingizdek. Ya'ni heterozigota ota-ona chachishtirilgan paytida ikkita sariq rangli sichqon chachiryapti va bu vaqtda mana shu 4 ta organizm tug'iladi. To'g'rimi? Biz normal aniqlashimizda. Lekin mana bu letal. Bu letal. Bizda 3 ta organizm bo'ladi. Natijada fenotipik nisbatimiz 3 ga 1 emas, 2 ga 1 bo'lib qoladi. Genotipik nisbatimiz ham xuddi shunday. 1, 2, 1 emas, 2 ga 1 bo'lib qoladi. Bittasi letal. Letallikni
faqatgina o'sha bir genni o'zi bilan bog'lashimiz xato bo'lib qoladi. Ya'ni, masalan, A gen gamozigota holatda kelgan payti letal bo'lyapti. Nimaga bunday bo'ldi? Chunki bu gen kuchlilik qildi. Bu genning xususiyatlari, bu genning nima deydi? Boshqarayotgan oqsili, hosil qilgan oqsili kuchlilik qildi. Ana endi bir nechta gen ham hosil qilish mumkin-da. A va B dominantlari birgalikda kelsa deydi. A va B gametalar urug'lanishda ishtirok etmaydi. Ya'ni gametalar letal. O'sha gameta holatida yo'q bo'lib ketyapti bular. A, B dominantlar birga kelgan payti. Shuni hisobiga mana 16 talik pinnetni 16 talik pinnetni deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bu qatorni to'liq o'chirib tashlaysiz, mana bu qatorni to'liq o'chirib tashlaysiz. 7 ta organizm uchib ketadi jami. A, B masalan ikki tomonda ham letal bo'lsa, ikki tomonda ham letal bo'lishi mumkin yoki bitta otada A, B gen bo'lsa letal deb bitta jinsga nisbatan ham kiritib ketish mumkin. Demak, letallik faqatgina bir allel emas, bir nechta allel o'rtasida ham bo'lishi mumkin, ya'ni hosil qilish jarayoni haqida gapiryapmiz. Bir dona gen bo'ladigan bo'lsa, buni ko'rib chiqdik. Mana agar ikkita gen birgalikda kelgan vaqtini letal deydigan bo'lsa, uni ham mana ko'rib chiqdik. Demak, A, B dominantlar birgalikda kelsa, gametalar letal hisoblanadi, gametalar rivojlanmagan bo'ladi desa, demak mana bu qatorni, mana bu birinchi qatorlarni o'chirib tashlaymiz, natijada 7 ta organizm chiqib ketadi. 9 ta organizm tirik qoladi. Shunga ko'ra keyin genotipik, fenotipik nisbatlari topilaveradi. Qachon o'lishiga qarab ham ikkiga ajratsak bo'ladi. Demak, embrionlik va post-embrionlik vaqtida, embrional va post-embrional bosqichlarda bu letallik kuzatilishi mumkin. Embrional bosqichda kuzatilib ketadigan bo'lsa, mana bu pinnetdan o'zi 9 ta avlod tug'iladi deymiz. Qarang. Birinchi holatda 9 ta avlod tug'iladi, 16 ta emas. Shunda siz 9 tani 100% qilib olishga majbursiz, 16 taga nisbatan olmaysiz. Post embrionalda desa, bular mana bu o'lganlar bor-ku, tug'ilib keyin o'ladi. Shuni hisobiga 16 ta 100% deb